Olmaotaga Real Madrid kelmoqda. Qozog'istonda futbol bayrami. Yaqindagina Qayrat jamoasi o'z tarixida birinchi bor Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritgandi. Shotlandiyaning Celtic klubiga qarshi 0-0 o'ynab, penaltilar seriyasida 3-2 hisobida g'alaba qozonishdi. Temirlan Anarbekov 3 ta penaltini qaytarib, o'yin qahramoniga aylandi. Keyin Qayrat futbolchilari UEFA qurrasini tomosha qilib, Real Madrid tushganda juda xursand bo'lishdi, chunki bu yana bir tarixiy voqeaga aylanadi. Favorit ma'lum deysizmi? Shoshmaylik, chunki Real uchun bu bahs eng uzoq masofali parvoz bo'ladi. Anarbekov esa Vinicius va Mbappeni to'xtatishga urinib ko'radi. Qayrat Real Madrid uchrashuvi va umuman Chempionlar Ligasi o'yinlarini siz doimgidek Kinopoisk platformasi orqali Zo'r TV translyatsiyasida tomosha qilishingiz mumkin. Kinopoiskda siz sport translyatsiyalarining cheksiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yevropaning top ligalari, eng nufuzli sport turlari, filmlar, televizion shoular hammasi bir joyda Kinopoiskda.